boshqa anaqalar o'rtoqlik o'yinlari bo'ladimi, maksimum qatnashish kerak. O'ynash kerak. O'ynash kerak, chunki trenerlarda bitta anaqa bor, bitta 10 ta trenirovkadan ko'ra bitta o'yin yaxshi deydi. Ya'ni bitta o'yin o'ynatgandan ko'ra o'ynagan yaxshi 10 ta trenirovka o'tgandan ko'ra deydi, tezroq bolani anaqa qilish uchun, o'sish uchun deydi. Shuning uchun hammalarga yana bir bor kattakon rahmat, bayraminglar bilan qo'shaloq, xarid bayrami o'tdi, ketidan Navruz. Hammasini yana chin dildan tabriklaymiz. Xudo xolisa buyog'iga katta futbol sezoni ochiq, buyog'iga endi ketdi. Futbol ustiga futbol, musobaqa ustiga musobaqa, festivallar, vyuzdnoy musobaqalar ko'p. Xudo xolisa ignatkalaringizni tanlab qaysi musobaqalarda qatnashadi, chempionatlar. Hammasida sizlarga omad tilaymiz. O'ylaymanki, do'stona anaqa ruhiyat saqlanib qoladi o'rtamizda, chunki biz baribir xohlaymiz, xohlaymiz Toshkent viloyat Bo'stonliq tumanini anaqalarimiz ertaga qachondir birga komanda o'ynashiga to'g'ri kelib qolishi ehtimoli katta baribir. Hatto birga Toshkent viloyatining sharafini himoya qilasizlar. Inshaalloh sizlarga omad tilab qolamiz. Hammalarga Chog'is To'g'ri treneridan esli tilaylar. Bizada asosiy maqsad sizlarni futbolchi qilishlik. Biz endi asosiy qismga o'tamiz. Medallarni keyin o'zida taqib olasiz. Hozir kapitan komanda chiqadi. Biz diplom bilan diplomni topshirib olamiz. Men trenerlarga anaqa ber. taqamiz, uni keyin trenerlar taqib oladi. Kapitan chapa-chap turamiz.